Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizda shou biznes yangiliklari, eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Bugungi kungacha Kun.uz axborot agentligi men uchun eng ishonchli va eng xolis platforma edi. Nima deb o'ylaysizlar? Kun.uzning ayrim jurnalistlari kompaniya mashhurligidan foydalanib, tuhmatli sarlavhalar bilan noxolis, oxirigacha o'rganilmagan video materiallarni joylab, tadbirkorga bosim o'tkazayotganligidan tahririyatning rahbarlari xabardormikan? Ushbu agentlikning Dilshoda ismli jurnalist, agarda ularni jurnalist deb atash to'g'ri bo'lsa, materiallar bilan to'liq tanishmasdan turib, men tomonimdan berilgan intervyuni o'zi xohlaganidek montaj qilib va vaziyatga xolislik bilan yondoshmasdan ish olib bordi. 5-6 kishining fikri 5000 dan ortiq mamnun mijozlari mavjud bo'lgan kompaniyaning real holatini anglatmaydi, azizlar. Bundan tashqari, videoda gapirayotgan 3 kishi bilan bizda hech qanaqangi muammolar yuzaga kelmagan va hattoki shartnomalar ham shu bugungi kunga qadar bekor bo'lmagan. Videodagi murojaat ochiqdan ochiq tuhmat ko'rinishida bo'lgan. Biz tomonimizdan agentlik bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda barcha kerakli hujjatlar va holat bo'yicha to'liq ma'lumotlar taqdim qilingan. O'sha 12 kishi shartnomalarni nima sababdan bekor qilganligini ham biz tushuntirib o'tganmiz. Ya'ni ushbu 12 kishi shartnomalarni aynan pul mablag'larini kompaniya oldidagi to'lovlarini vaqtida bajara olmaganliklari uchun shartnomalar bekor qilingan. O'sha 12 ta murojaatchiga nisbatan shartnoma shartlariga binoan jarimalar qo'llanilgan. Buning sababi esa aynan ushbu 12 ta murojaatchining uylari hozirgi paytda qurib bitkazilganligi uchun va kompaniya oldida ularning qarzdorligi juda ko'p miqdorda ekanligi uchun va hozirgi paytda kelishuvlar ikkinchi, ya'ni mijoz tarafidan bajarilmaganligi uchungina bekor qilingan va jarimalar qo'llanilgan. Bunga qaramasdan ushbu murojaatchilar bilan men o'zim shaxsan ko'rishganman va hech qanaqangi jarimalar qo'llamaslik iltimosnomasini qabul qilib, uni qanoatlantirgan holda mijozlarimizga jarimalar qo'llanilmagan va hozirgi paytda ushbu mijozlarimiz bilan bizda kelishuv dalolatnomasi mavjud va har o'sha 12 ta inson pul mablag'larini qay tartibda olishligi yuzasidan har bir mijoz bilan ma'lum grafik asosida pul qaytib berish tartibini biz kelishib olganmiz. Ya'ni 1 va 1,5 oy mobaynida ushbu insonlar pullarini qaytib olishligi haqida bizda kelishuvlar mavjud. Agentlikka biz va murojaatchilar tomonidan ushbu dalolatnoma va kelishuvlar haqida aytganmiz. Ya'ni ikkala taraf bir-birini tushunganligini va muammo yechimini topganligi haqida biz xabar berganmiz va bunga qaramasdan agentlik kompaniya tomonidan vaziyatga yechim berilganligiga qaramasdan murojaatchilar va biz tomonimizdan ko'p marotabalik iltimosnomalarimizga qaramasdan eski video materialni tahririyat tuhmatli sarlavha ko'rinishida joyladi. Ushbu video materialni ko'pchilik oxirigacha ko'rmasdan xulosa qilishyapti. Aslida ushbu video material oxirida men o'z munosabatimni bildirganman. Ushbu video materialda insonni o'ziga jalb qiluvchi tarafi shundan iboratki, bu aynan tahririyatning kompaniyaga nisbatan yomon munosabati. Ya'ni sarlavha va video izohi. Aynan sarlavha va video izohlarida to'g'ridan to'g'ri kompaniyaga nisbatan tuhmatlar yozilgan. Aynan bizning insonlar video materiallarni oxirigacha ko'rmasdan turib xulosaga kelishlarini bilgan tahririyat aynan mening munosabatimni video oxirida joylagan va ushbu jurnalist o'zining shaxsiy fikrlarini videoga izoh sifatida va sarlavha sifatida yozib, demak mijozlar nafratini uyg'otmoqchi bo'lgan. Yana bir e'tiborli tarafi shundan iboratki, ushbu 12 ta murojaatchi uzoq vaqtlardan beri to'g'ridan to'g'ri kompaniya bilan ziddiyatlari bo'lgan norozi mijozlar ekanligini biz ularga aytganmiz, isbot dalillarini ham ko'rsatganmiz. Ya'ni ushbu 12 ta mijozlarning aksariyat qismi bilan bizda oldindan konflikt bo'lgan, ziddiyatlar bo'lgan. Chunki ularning aksariyat qismi kompaniya oldida talablari
haqsiz ravishda qo'yilgan va doimiy ravishda bosim va shantajlar qilib kelingan. 5000 ta mijozi bo'lgan kompaniya rahbari sifatida shuni ayta olamanki, 5000 ta insonni baravariga rozi qilishning imkoniyati deyarli yo'q. Aynan bizdan asossiz norozi bo'lgan 5-6 kishini ommaga olib chiqib, ularning norozi kayfiyatini xuddiki 5000 ta insonning fikri sifatida ommaga taqdim qilish hozirgi kundagi eng birinchi raqamli SMI deb hisoblangan Kun.uz uchun neprofessional ish deb hisoblayman. Yoki Kun.uz tahririyatiga hozirgi kunda O'zbekistonda yagona bo'lgan oddiy xalq uchun arzon va sifatli uylarni qurib kelayotgan kompaniyaning obro'sizlanishi, uni ishchanlik qobiliyati tushishi shunchalar qiziqmi? Agarda siz boshqa bir o'zini hurmat qilgan ish materiallarini oxirigacha o'rganadigan, ikkala tarafni ham eshitib, xulosasini xolisona ommaga vijdonan taqdim qila oladigan jurnalistni tanisangiz, albatta ushbu jurnalist haqida menga xabar bering. Ushbu jurnalistni biz ishxonamizga taklif qilamiz va barcha materiallar va barcha holatlar bo'yicha ochiq-oydin gaplashib, matbuot anjumanini tashkil qilamiz va o'shanda kim haq va kim nohaq ekanligini hamma bilib oladi.